Men hozir 75 kiloda urishdim. Meni vesimni, endi meni vesim o'zi odam uradigan vesda-da, 75 bu shu odamni bo'g'ib uxlatadigan vesdaman hozir. Bitta saperning bor edi, Islom Mahachiv, u ham vesini ko'tarib olib, sekin qutulib qoldi mendan. Qaradi. Bu vesda o'zi foydasi yo'q, chunki pastdan erik kelayotganini ko'rdi. Unga aytishdi, Islom Mahachivga aytishdi. Sekin vesni o'zgartirib, ana erik chiqib kelyapti o'sha erikda. Chunki erikni Elmurod, Elton pulli masalalarni hal qilib berdi, erik tanish bilish. Elmurod top chiqishyapti, sekin vesni ko'tarib qutulib qolaver degan kimdir. Islom Mahachiv ham shappa vesni ko'tardi, miyasini bo'shatdi. Hozir miyasi dam olyapti. Chunki u urushayotgan paytda ham aytib turdi-da, miyada. Hozir buni yutganim bilan baribir oxiri meni Farg'onalik bola kelyapti-da, 75 da deb shappa ko'tarib oldi, qutuldi. Yana ikkita bo'y qilib, mana o'sha vesga o'tib baribir men boraman, oxiriga yetaman. Buni oxiri nima bo'lishini o'zimga ham qiziq. Shuning uchun hazillashibmiz-da.